Assalomu alaykum. Hammani yaqinlashib kelayotgan yangi 2026-yil bilan tabriklayman. Bir necha soatlardan so'ng yurtimizga 2026-yil kirib keladi. Mana shu yangi yil barchamiz xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxonimizga to'kinlik, fayz olib kirsin. Mana ko'rib turibsizlar, bugun Allohning inomi oppoq qor yog'yapti. Hayotinglar ham oppoq bo'lsin. Hamma ezgu niyatlarga erishib yuringlar. Shuhrat aka, mana bu treylerga qo'shilmasdan ilojim yo'q. Qarang, qorni bu 31-dekabrda kamdan kam holatda bo'ladigan holat. To'g'ri. Qarang, yirik tepadan tomosha qilishlikda bu qor yog'ishini, mana treylerlarimiz ko'p. Mana shu oppoq treyler sari mana shuna qorni oppoq bo'lib yog'ishi ham bir nima deydi, odamga emotsiya baxshlaydi. Shunday ekan, mana kirib kelayotgan 2026-yil muchal bo'yicha ot yili ekan. Ot yili aynan meni ham ot yili. Men juda ham xursandman ot yili kelayotganidan. Men o'zim tengdoshlarimga ham mana shu kirib kelayotgan ot yili omadli bo'lsin. To'g'ri. Har bir xonadonda to'y tomoshalar bo'lsin. Hech kim bemor bo'lmasin, kasal bo'lmasin. Nimaki o'ylagan yaxshi niyatlar bo'lsa, mana shu 2026-yilda erishsin. Hammaga omad yor bo'lsin. O'zi ot bu davlat hisoblanadi. O'shaning uchun ham o'g'il to'y bo'lgan paytda tog'alar bilasizlarki, jiyaniga ot sovg'a qiladi. Bu bekorga emas. Mana shu niyatimiz xalqimiz to'q bo'lsin. Pulimiz ko'p bo'lsin. Eng asosiysi hech kim kasal bo'lmasin. Yangi yil barchaga quvonch olib kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.